Namangan tumani 13-sonli davlat maktab ta'lim tashkiloti jamoasi tomonidan yangi oshxona binosi qurib, foydalanishga topshirilganligi yurtimizda ta'lim tizimiga yaratilayotgan keng imkoniyatlar natijasidir. Ushbu e'tibor va g'amxo'rlik uchun Shavkat Mirziyoyev rahbarligidagi islohotlardan minnatdorchilik bildiramiz. Shular jumlasidan Abdulaziz Muhammad Ali 2012 savdo-sanoat mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbarligiga va Namangan tumani boshqaruv bo'limi ta'minotchilariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Farzandlarimiz kelajagi yo'lida yaratilayotgan sharoitlar bardavom bo'lsin. Agar yurt ishqi bo'lsa, dunyoni qaytadan qursak bo'ladi. Biz birlashdik endi